Sog'bondan Podkolych kvartira sotiladi. Mebel texnikalari bilan 118 kvadrat maydonga ega ikkinchi etajdan. Qaranglar, hozir sizlarga tez planlarini tushuntiraman. Eng zo'r taraflardan bittasi shunda tegilida korzinka ekan. Sizlar ikkinchi etajdasizlar, birinchi etaj korzinka ekan. Qaranglar, endi planlarini tushuntiraman. Совместный sanuzel bo'ladi. Bu yoqdan kirish qismi bo'ladi. Совместный sanuzel. 3 xona 118 kvadrat maydonga ega. Oshxonasi ekan, mana qaranglar. Choy ichib o'tirsa bo'ladi. Katta bitta xona qilib qilingan. Oshxonasida bunda balkoni ham bor o'zini. Kim qilib qo'ydi buni? Balkonlarni qaranglar, mana shunaqa katta qilib qilingan, gap yo'q ekan. Bemalol, mana bu yoq tarafdan ham chiqsa bo'ladi, bu yoq tarafdan chiqsa bo'ladi. Bemalol yozda bu yerda stol qo'yib o'tirsa bo'ladi. 100% mebel texnikalari bilan, lekin qaranglar, o'zlariga bitta-ikkita qadrli anaqalar bor ekan, anjomlar bor ekan. Masalan, mashi shkop, ichkarida bitta kichkina detskiy shkop bor ekan. Hop, bu bitta xonasi, xonalarini tez ko'rsatib yuboraman. Bitta xonasi, kengligini ko'ryapsizlarmi? 3 xona, 118 kvadrat maydonga ega, lekin xonasi 3 xona. Ko'ryapsizlarmi? Katta qilib qilingan hammasi. Bu yana bitta spannisi. Mana bu yerga hamma narsa qoladi. Faqat ani kichkina stulchik olib ketilar ekan. Bu katta xonasi bo'ladi. Bu kvartiramizni 146 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Aniq lokatsiyasi, rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi. Joy lekin zo'r. Rasa yoqdi o'zimga. Sog'bonda joylashgan. Pashti Toshkent shahrining markazi desa ham bo'ladi bu joylarni. Ham maktab, bog'cha, korzinka, eng katta masjidlar hammasi yaqin masofada joylashgan.